She didn't see them, but the camera did. If you're watching this, don't come here at 3 a.m. Chorminor doesn't let people leave. Aytishlaricha, agar siz Chorminor oldida soat 3 oq-oqda yolg'iz tursangiz, minoralar sizni siz sezmasdan oldin sezadi va o'sha kecha Layla ismli sayohatchi videobloger bu ogohlantirishni sinab ko'rishga qaror qildi. Uning telefon kamerasi Buxoroning jimjit ko'chalarini, orqasida xushyor kozlar kabi ko'tarilgan to'rtta qadimiy minorani, havo g'ayritabiiy darajada sokin, shamol yo'q, hasharotlar yo'q. Hatto o'zining qadam tovushlari ham to'g'ri aksado berayotganini yozib olganida asabiy kulib, tomoshabinlarga mahalliy afsonalar faqat sayyohlarni qo'rqitish uchun mo'ljallangan hikoyalar ekanligini pichirlaganida, telefon ekrani to'satdan miltilladi. Batareya bir zumda 80% dan nolga tushdi. Ammo yozib olish to'xtamadi, chunki ekran yana yoqilganda, Layla endi avvalgi joyida turmagan edi. U endi minoralarga yaqinroq edi. Garchi u qimirlamaganiga qasam ichgan bo'lsa ham, soyasi noto'g'ri yo'nalishda cho'zilib, Chorminorga ko'rinmas qo'llar tortgandek egilib, audioga birinchi pichirlash ovozi kirib keldi. Shaharning o'zidan ham qadimgi tilda gapiradigan to'rtta ovoz Chorminor hech qachon odamlarni himoya qilish uchun qurilmaganligi, balki Layla qochib ketishga harakat qilganida, kamera uning oyoqlari harakatlanayotganini, fon esa qimirlamay turganini, minoralar balandlashib, yaqinlashib, nafas olayotganini, devorlari qora siluetlar quyilayotganda ogizlari kabi yorilib ketayotganini, tutun va toshdan yasalgan to'rtta figurani, qo'riqchilarning har biri minoradan chiqib, uni o'rab turganini, yuzlari xiralashgan, ammo tanish bo'lganini, Laylaning o'z qo'rquvi, o'z xotiralari, o'z gunohlari parchalarini aks ettirayotganini ko'rsatdi. U yordam so'rab qichqirganida ovoz butunlay uzilib qoldi. Uning o'rnini orqaga tashlagan har bir qadami bilan balandroq bo'lgan past yurak urishi egalladi. Orqasi minoraning sovuq gishtiga bosilguncha. U yerda uning soyasi nihoyat oyoqlardan uzilib, uning oldida tik turib, yuzi bilan tabassum qildi, lekin ko'zlari bo'sh edi. Yozuvning so'nggi daqiqalarida Layla xotirjamlik bilan Chorminor ostidagi zulmatga kirib borayotgani, uning ifodasi tinch, itoatkor, go'yo nihoyat o'z rolini tushungandek ko'rsatilgan edi. Politsiya ertasi kuni ertalab telefonini ko'chada tashlab ketilgan holda topganidan keyin tasvirni ko'rib chiqqanida, ular hech qachon ommaga e'lon qilinmagan narsani xabar qilishdi. Video hali ham yozib olinayotgan edi. Vaqt soat 3. Oq-oqda qotib qolgan muhr va minora soyasining tubida, Layla to'g'ridan-to'g'ri kameraga tikilib, barmog'ini lablariga sekin ko'tarayotganini ko'rish mumkin edi. Go'yo tomosha qilayotgan har bir kishiga Chorminor hali ham ochligidan ogohlantirayotgandek.